dugonalarim bilan o'tirishdi edim. Dadam Men qayerdan bilaman? Siz bilan birga kirib keldim-ku. Ha, yurgandirlar-da, o'pchoyda. Uyda jimgina o'tirishni bilmaydilar-ku. Dadasi, biram qiynalib ketdim. Qari odamchi rosinju bo'lib qolar ekan. video qilib o'rmagin. Ha? Har kuni boshim og'rib bording bir xil gapirib. Dadasi, meni ham ozgina o'ylang. Ha, sizni ayolingizman-ku. Men ham shu uyda tinchgina yashagim keladi. Yuragim siqilib ketdi qosh-qovoqlariga qaraverib. Men kelib qaraymi qosh-qovoqlarga? Qarang, bir kun uyda o'tirib ko'ring, o'shanda meni yaxshi tushunasiz. Uyda tinchlik yo'qligini o'shanda bilardingiz. Jon dadasi, iltimos, dadajonni olib borib tashlang. O'zingiz ko'ndiring. Yoki jimgina aytmasdan tashlab keling. Bo'pti. Bilmadim. Mana. Dada, qancha yursiz shu paytgacha? Har gal gidelim. Ko'chalarni aylanib. Yarim kechagacha nima bor ko'chada dadajon? Yana qo'shnilar bizga malomat qilishadi. Sizni ketingizdan shikoyat eshitib charchadim. Uyda o'tirib, diqqi nafas bo'lib ketyapman-da. Diqqa nafas bo'layotgan bo'lsangiz, keting uydan. Dada, yoshingiz bir joyga borib qolgan bo'lsa, nima qilasiz ko'chada bemahal aylanib, ha? Odamlarga yomon ko'rinib nima qilasiz? Men qayerda yurganimdan kimning ishi bor? Dada, endi kechasi gandiranglar. Ko'chada ko'rshapalakka o'xshab yursangiz gapiradi-da. Bittasi bo'lmasa bittasi gapiradi. Jon dada, o'zimning muammoim yetadi. Siz muammo bo'lmang menga. Asabimga tegib,